Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Kommunal to'lov bekor qilindi. Prezident buyrug'i chiqdi. Endi svet, gaz, suv uchun pul to'lanmaydi degan gaplar atrofida juda ko'p savollar paydo bo'lyapti. Bu axborot har bir xonadon, har bir oila, har bir nafaqaxo'r, talaba ijarada yashayotgan fuqaro va tadbirkorga tegishli. Chunki noto'g'ri tushunilsa, odam qarzdor bo'lib qolishi, penga yozilishi, hatto xizmatdan vaqtincha uzilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men bu mavzuni oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Asosiy gap shuki, kommunal to'lovlar hammaga bir xil tarzda butunlay bekor bo'lib ketgani yo'q. Lekin ayrim holatlarda to'lovni hisoblash, qarzdorlikni undirish, penga yozish, ijtimoiy yordam berish va noto'g'ri hisoblangan summani bekor qilish bo'yicha muhim o'zgarishlar bor. Men hozir aynan nimalar bekor qilinishi mumkin, kimlar yengillik olishi mumkin, kimlar esa baribir to'lashi shartligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Oldin ko'p fuqarolarda bitta katta muammo bor edi. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot hisoblash ko'rsatkichini o'z vaqtida tekshirmaydi. Ma'lumot bazasida xatolik bo'ladi. Bir xonadonda odam yashamasa ham o'rtacha me'yor bo'yicha qarz yoziladi. Yoki xizmat sifatsiz bo'lsa ham to'lov to'liq talab qilinadi. Masalan, gaz bosimiz past, suv kuniga faqat 2 soat keladi. Issiqlik esa qishda yetarli bo'lmaydi. Lekin kvitansiyada to'liq summa chiqadi. Fuqaro borib shikoyat qilmasa, tizim qarzdorlikni avtomatik ko'rsatib turaveradi. Endi esa davlat organlari va kommunal tashkilotlar oldiga aniq talab qo'yilmoqda. Fuqaro aslida foydalanmagan xizmat uchun asossiz to'lov qilmasligi kerak. Agar hisob-kitob noto'g'ri bo'lsa, qayta hisob-kitob qilinadi. Agar fuqaro ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsa, unga subsidiya yoki kompensatsiya berilishi mumkin. Agar qarz noqonuniy shakllangan bo'lsa, u bekor qilinishi yoki kamaytirilishi kerak. Mana shu joyda odamlar kommunal to'lov bekor qilindi deb tushunib qolishadi. Aslida bekor qilinadigan narsa ko'pincha hammaga bir xil to'lov emas, balki asossiz hisoblangan qarz noto'g'ri penga, 2 marta yozilgan summa yoki imtiyozli toifaga tegishli majburiy to'lov bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida birinchi ogohlantirishni aytaman. Hech qachon eshitdim, endi to'lamas ekanmiz deb kommunal to'lovni to'xtatib qo'ymang. Avval shaxsiy hisobingizni tekshiring. Qarzdorlik qayerdan chiqqanini aniqlang. Hujjat bilan murojaat qiling. Chunki kommunal tizimda hamma narsa shaxsiy hisob raqami, hisoblagich ko'rsatkichi, dalolatnoma va ariza orqali hal bo'ladi. Birinchi navbatda oddiy xonadon egalarini olaylik. Agar siz har oy elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, oqova suv, chiqindi, issiqlik uchun to'lov qilib kelayotgan bo'lsangiz, hisoblagichlaringiz to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, shaxsiy kabinetingizda qarz yo'q bo'lsa, siz xavotir olmaysiz. Siz uchun asosiy vazifa to'lov kvitansiyalarini saqlash, hisoblagich ko'rsatkichlarini vaqti bilan rasmiy olib qo'yish, mobil ilova yoki to'lov tizimlarida shaxsiy hisob raqamingizni tekshirish. Lekin agar sizda kutilmaganda qarz chiqib qoldi degan holat bo'lsa, juda diqqatli bo'lishingiz kerak. Misol uchun, bir oila oyiga o'rtacha 200 kilovat elektr ishlatadi. Tarif shartli ravishda darchi 500 so'm bo'lsa, oyiga 12-500 so'm atrofida to'lov chiqadi. Oila har oy to'lab keladi. Lekin bir kuni tizimda 20 million 80 ming qarz paydo bo'ladi. Bunday vaziyatda darhol men qarzdorman deb to'lab yuborish shart emas. Avval sababini so'rash kerak. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilganmi? Eski qarz ko'chirilganmi? Boshqa shaxsiy hisob raqamidan adashib yozilganmi? Yoki nazoratchi eski va yangi ko'rsatkichni noto'g'ri solishtirganmi? Agar xatolik tasdiqlansa, o'sha asossiz qarz bekor qilinishi kerak. Ikkinchi misol, xonadonda hech kim yashamaydi. Farzandlar boshqa viloyatda, uy esa bo'sh. Lekin suv va chiqindi uchun har oy odam soniga qarab to'lov yozilmoqda. Agar hisoblagich bo'lmasa, tizim ro'yxatda turgan odamlar soniga qarab hisoblashni davom ettirishi mumkin. Bu yerda fuqaro tegishli tashkilotga borib, uyda vaqtincha yashalmayotganini tasdiqlovchi hujjat, masalan, boshqa joyda yashash bo'yicha ma'lumot, mahalla dalolatnomasi, xizmat safari yoki o'qish joyidan ma'lumotnoma taqdim etsa, ayrim xizmatlar bo'yicha qayta hisob-kitob so'rashi mumkin. Lekin bu avtomatik bo'lmaydi. Uy bo'sh edi, o'zlari bilsin deb kutib o'tirish noto'g'ri. Ariza bo'lmasa, tizim hisoblashni davom ettiradi. Uchinchi misol, kam ta'minlangan oila. Oilada 5 kishi yashaydi. Otaning daromadi oyiga 2 million so'm, ona ishlamaydi. 2 farzand maktabda, bu nafaqada.
Qishda gaz va elektr to'lovi ko'payadi. Masalan, bir oyda elektrga 2,5 ming, gazga 1,5 ming, suv va chiqindiga 1,5 ming. Jami 10 ming so'm chiqdi. Bu oila uchun katta yuk. Bunday holatda to'lov butunlay bekor degan gap emas, balki ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki subsidiya mexanizmi muhim bo'ladi. Agar oila ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan bo'lsa, mahalla orqali yordam so'rashi ayrim to'lovlarda yengillik olishi mumkin. Ya'ni davlat eng muhtoj oilalarni aniqlab, ularni qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi. Lekin buning uchun oilaning daromadi, tarkibi, yashash sharoiti bo'yicha ma'lumotlar tekshiriladi. 4-misol, pensioner yolg'iz yashaydi. U har oy pensiyasidan kommunal to'lov qiladi, lekin issiqlik tizimi yaxshi ishlamaydi. Radiator sovuq. Uyda harorat 16 darajadan oshmaydi. Kvitansiyada esa to'liq isitish puli yozilgan. Bunday vaziyatda pensioner yoki uning yaqinlari issiqlik ta'minoti korxonasiga yozma murojaat qilishi, uy ichidagi haroratni o'lchash bo'yicha dalolatnoma tuzdirishi kerak. Agar xizmat haqiqatan ham me'yor darajasida ko'rsatilmagan bo'lsa, to'lov qayta hisoblanishi mumkin. Mana shu ham to'lov bekor qilindi degan gapning amaliy ko'rinishi. Xizmat bo'lmasa yoki sifatsiz bo'lsa, to'liq pul talab qilish adolatli emas. 5-misol, ijarada yashovchilar. Ko'p odamlar kvartirani ijaraga oladi, lekin kommunal hisob raqami uy egasi nomida bo'ladi. Ijarachi har oy pul beradi. Uy egasi esa to'lamay yurishi mumkin. Keyin qarz chiqsa kim javob beradi? Huquqiy jihatdan shaxsiy hisob odatda mulkdor bilan bog'liq bo'ladi, lekin ijara shartnomasida kommunal to'lovni kim to'lashi aniq yozilishi kerak. Agar shartnomada ijarachi to'laydi deyilgan bo'lsa, ijarachi to'lov cheklarini saqlash kerak. Aks holda ikki tomon o'rtasida nizo chiqadi. Prezident qarori bilan kommunal bekor bo'libdi deb ijarachi to'lamay qo'ysa, uy egasi keyin undan talab qilishi mumkin. Eng katta tuzoq ijtimoiy tarmoqlardagi sarlavhalar. Kommunal to'lov bekor, qarzlar o'chirildi. Endi hech kim to'lamaydi. Kabi gaplar ko'pincha kontekstdan uzib olinadi. Aslida rasmiy hujjatda ma'lum bir hudud, ma'lum bir toifa, ma'lum bir xizmat turi yoki ma'lum bir davr nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Masalan, favqulodda holat bo'lgan hududda aholiga vaqtincha yengillik berilishi mumkin. Yoki kam ta'minlangan oilalar uchun qish mavsumida qo'shimcha kompensatsiya ajratilishi mumkin. Bu butun mamlakat bo'yicha barcha kommunal to'lovlar nol bo'ldi degani emas. Ikkinchi nozik jihat hisoblagich masalasi. Agar sizda elektr, gaz yoki suv hisoblagichi bo'lsa, odatda to'lov real iste'mol bo'yicha hisoblanadi. Lekin hisoblagich ishlamay qolsa, plombasi buzilsa, muddatli tekshiruvdan o'tmagan bo'lsa, kommunal tashkilot o'rtacha me'yor yoki boshqa tartibda hisob-kitob qilishi mumkin. Shunda summa birdan ko'payib ketadi. Fuqaro men buncha ishlatmaganman deydi. Tashkilot esa hisoblagich nosoz bo'lgan deydi. Bunday vaziyatga tushmaslik uchun hisoblagichning plombasi, raqamiy, oxirgi tekshiruv sanasi, ko'rsatkichlari doim nazoratda bo'lishi kerak. Agar hisoblagich almashsa, albatta dalolatnoma oling. Eski ko'rsatkich va yangi ko'rsatkich hujjatda yozilgan bo'lsin. 3-nozik jihat penya. Ayrim odamlar asosiy qarzni to'laydi, lekin penya qolib ketadi. Keyin tizimda yana qarzdorlik chiqadi. Agar penya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, uni qayta ko'rib chiqish mumkin. Masalan, siz o'z vaqtida to'lagansiz, lekin to'lov tizimi kech o'tkazgan yoki shaxsiy hisob raqami noto'g'ri kiritilgan. Bunday holatda to'lov cheki sizni himoya qiladi. Chek bo'lmasa, isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men doimo aytaman, kommunal to'lovni qilganingizdan keyin elektron chekni telefoningizda saqlang. Imkon bo'lsa, alohida papka oching. Har oy bo'yicha tartib bilan tursin. 4-nozik jihat xizmatdan uzish tartibi. Kommunal tashkilot qarz bo'lsa, xizmatni cheklashi mumkin, lekin bu ham tartib asosida bo'lishi kerak. Fuqaro ogohlantirilishi, qarz miqdori ko'rsatilishi, to'lash yoki e'tiroz bildirish imkoniyati berilishi kerak. Agar siz qarzga rozi bo'lmasangiz, darhol yozma e'tiroz qoldiring. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Men borgan edim, aytgan edim, keyin isbot bo'lmaydi. Ariza nusxasiga kirim raqami qo'ydiring yoki elektron murojaat yuboring. 5-nozik shart ko'p qavatli uylarda umumiy mulk xarajatlari. Ba'zan odamlar faqat o'z kvartirasidagi svet, suv, gazni kommunal deb o'ylaydi. Lekin ko'p qavatli uyda lift, yo'lak yoritilishi, umumiy hudud tozaligi, tom, podval, nasos, issiqlik go'rlari kabi xarajatlari ham bor. Bu xarajatlar boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat orqali undirilishi mumkin. Kommunal to'lov bekor degan xabar bu xarajatlarni avtomatik yo'q qilmaydi. Agar siz xizmat sifatsiz deyayotgan bo'lsangiz, umumiy yig'ilish
dalolatnoma, shartnoma va smeta orqali talab qo'yish kerak. 6-nozik jihat tadbirkorlar. Do'kon, salon, ustaxona, kafe yoki ofis egalari uchun tariflar aholi tarifidan farq qilishi mumkin. Ba'zi tadbirkorlar uy-joyda faoliyat yuritadi, lekin iste'mol tijorat maqsadida bo'lsa, hisob-kitob boshqacha bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun tadbirkorlar aholiga yengillik berildi. Demak, menga ham tegishli deb xulosa qilmasligi kerak. Har bir qaror kimga tegishli ekanini aniq o'qish zarur. Aholi deyiladimi? Yuridik shaxs deyiladimi? Ijtimoiy obyekt deyiladimi? Yoki muayyan toifa deyiladimi? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar sizda kommunal to'lov bo'yicha savol, qarzdorlik, penya noto'g'ri hisob-kitob yoki imtiyoz masalasi bo'lsa, quyidagi tartibda harakat qiling. Birinchi qadam. Shaxsiy hisob raqamlaringizni aniqlang. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha har birining alohida hisob raqami bo'lishi mumkin. Ularni kvitansiyadan, mobil to'lov ilovasidan yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan bilib oling. Shaxsiy hisob raqami noto'g'ri kiritilsa, to'lov boshqa odamga ketishi mumkin. Bu juda ko'p uchraydigan xato. Ikkinchi qadam, qarzning tarkibini so'rang. Faqat sizda 20 million qarz bor degan gap yetarli emas. Qaysi oy uchun, qaysi tarifda, qaysi ko'rsatkich asosida, penya qancha, asosiy qarz qancha, barchasi yozma ko'rinishda bo'lishi kerak. Tashkilotdan hisob-kitob varaqasini so'rang. Agar ular og'zaki aytsa, siz yozma ravishda murojaat qiling. Uchinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichlarini solishtiring. Masalan, elektr hisoblagichingizda 11,7 kilovat ko'rsatyapti. Lekin tizimda 11,7 deb kiritilgan bo'lsa, 3000 kilovat farq chiqadi. Tarif 1,7 so'm bo'lsa, bu 20 million 300 ming so'm asossiz farq degani. Bunday vaziyatda hisoblagich rasmini oling, sana ko'rinadigan qilib saqlang, nazoratchi chaqiring, dalolatnoma tuzdiring. 4-qadam, ariza yozing. Arizada juda murakkab so'zlar shart emas. Masalan, shunday yozishingiz mumkin. Men falonchi, falon manzilda yashayman. Shaxsiy hisob raqamim falon. Mening hisobimda falon summa qarzdorlik ko'rsatilmoqda. Ushbu qarzdorlikka rozi emasman. Chunki hisoblagichning amaldagi ko'rsatkichi falon. To'lov cheklari mavjud. Hisob kitobni qayta ko'rib chiqishingizni, asossiz qarzdorlik va penya bo'lsa bekor qilishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, kadastr yoki ijara shartnomasi nusxasi, to'lov cheklari, hisoblagich rasmi, oldingi dalolatnomalar ilova qilinadi. 5-qadam, murojaatni ro'yxatdan o'tkazing. Eng katta xato arizani berib. Hech qanday tasdiq olmaslik. Siz ariza nusxasiga sana, kirim raqami, qabul qilgan xodim imzosini qo'ydiring. Agar elektron yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Keyin muddat o'tgach, aynan shu raqam orqali javob talab qilasiz. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Elektr bo'yicha hududiy elektr tarmoqlari, gaz bo'yicha gaz ta'minoti, suv bo'yicha suv ta'minoti korxonasi, issiqlik bo'yicha issiqlik ta'minoti tashkiloti, chiqindi bo'yicha sanitariya tozalash korxonasi yoki mahalliy hokimlikka murojaat qilish mumkin. Bundan tashqari, iste'molchi huquqlarini himoya qilish organlari, prokuratura yoki sud orqali ham masala ko'riladi. Lekin sudga borishdan oldin barcha yozishmalar, cheklar, dalolatnomalar tayyor bo'lishi kerak. 7-qadam, ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsangiz, mahallaga boring. Mening daromadim kam, kommunal to'lovni ko'tara olmayapman degan vaziyatda siz yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilasiz. Oila tarkibi, daromad, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, yolg'iz pensionerlik, ko'p bolalik kabi holatlar tekshiriladi. Agar talablarga mos kelsangiz, sizni ijtimoiy reyestrga kiritish yoki moddiy yordam ajratish masalasi ko'rib chiqiladi. Bu ham hujjat bilan bo'ladi. Faqat og'zaki yordam kerak deyish yetmaydi. 8-qadam, rasmiy manbalarni tekshiring. Prezident qarori, farmon yoki hukumat qarori haqida gap ketsa, uni rasmiy manbadan ko'rish kerak. Ijtimoiy tarmoqdagi qisqa video yoki sarlavha yetarli emas. Hujjatda aniq yoziladi. Kimga, qachondan, qaysi xizmat bo'yicha, qanday tartibda. Agar hujjatda kam ta'minlangan oilalarga kompensatsiya deyilsa, bu hamma to'lamaydi degani emas. Agar noto'g'ri hisoblangan qarzdorlik qayta ko'rib chiqilsin deyilsa, bu ham istagan odam qarzini o'chirtiradi degani emas. 9-qadam, oilada bitta mas'ul odam belgilang. Ko'p xonadonlarda muammo shundan chiqadi, ota elektrini to'laydi, ona suvni to'laydi, farzand gazni mobil ilovadan to'laydi. Lekin hech kim umumiy qarzni tekshirmaydi. Natijada bir xizmat bo'yicha qarz yig'ilib qoladi. Har oy bir kishi barcha shaxsiy hisoblarini tekshirib, cheklarni saqlab borsin.
Bu oddiy intizom keyinchalik katta muammoning oldini oladi. 10-qadam. Agar xizmat sifatsiz bo'lsa, dalil to'plang. Suv kelmayaptimi? Video oling, qo'shnilar bilan dalolatnoma tuzing, korxonaga murojaat qiling. Issiqlik pastmi? Xonadagi haroratni o'lchang, mutaxassis chaqiring. Gaz bosimi pastmi? Tegishli xizmatga yozma xabar bering. Elektr tez o'chyaptimi? Sanalar va vaqtlarni yozib boring. Chunki qayta hisob-kitob yoki kompensatsiya talab qilish uchun bizda yomon edi degan umumiy gap emas. Dalil kerak bo'ladi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, eng asosiy xulosani yana bir bor aytaman. Kommunal to'lovlar butunlay hammaga bekor bo'lib ketgani yo'q. Lekin asosiy qarzdorlik noto'g'ri penga. Xizmat ko'rsatilmagan yoki sifatsiz ko'rsatilgan davr uchun qayta hisob-kitob, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun yengillik va kompensatsiya masalalari juda muhim. Prezident buyrug'i degan gapni eshitganingizda darhol to'lovni to'xtatish emas, rasmiy hujjatni tekshirish, shaxsiy hisobni ko'rish, kerak bo'lsa ariza yozish kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq telefoningizdan kommunal hisoblaringizni tekshiring. Qarz chiqsa sababini aniqlang. Cheklar va hisoblagich rasmlarini saqlang. Agar noto'g'ri hisob-kitob bo'lsa, jim turmang, yozma murojaat qiling. Siz iste'molchisiz, sizning huquqingiz bor, lekin huquq hujjat, dalil va tartib bilan himoya qilinadi. Agar sizda ham kutilmagan qarzdorlik chiqqan bo'lsa yoki kommunal to'lov bo'yicha adolatsizlikka duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi xizmat bo'yicha qancha summa, qanday muammo bo'lganini ayting. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadonga kerak.